1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Assalomu alaykum do'stlar. Nima uchun kolonnalarni sanadim? Sababi 2 etajli imoratimizga 1,5 g'ish aylana devori, 1,5 g'ish rastvor bilan gorizontal, vertikal terilgan xonadonimizga bemalol bezregil, bez kolonna, serdeshnik sesmalardan foydalanib imorat qursa bo'ladi. Lekin bizda 9,5 ballik zilzilaga dosh berishi uchun 13 ta kolonna xuddi shuni aylanasiga regel plus monolit. Hozir birinchi qavatimiz ham bitdi. Birinchi qavat podval bilan oralig'idagi 0 bitdi. Bu ham monolit, buni ustidagi ham monolit. Bu yerda ikkita kottej qurilmoqda. Birinchi kottej, ikkinchi kottej. Alohida. Nega alohida deyapman? Kolonna regellariga hammasiga mana bunaqa 2,5 santimetrlik opalovka yog'ochlar bilan bo'linyapti. Mana bunaqa g'ishli joylarga penaplex qo'yilib ketadi. Kolonna, monolit, hamma tomigacha alohida bo'ladi. Kottejlarni ikkiga ajratishdan maqsad nima? 70 yil, 80 yildan keyin qaysi bittasini dizaynini o'zgartiraman deb buzsa, ikkinchisiga umuman xalaqit qilmasa. Do'stlar, shunaqa ikir-chikirigacha o'ylangan sifatli xonadonda kelajakda yashagan bo'larmi deysiz? Izohlarda yozib qoldiring.